ko'chadagi muammoni uyga olib kirib otanga onaga baqirmaydi. Haqiqiy farzand, haqiqiy er, haqiqiy o'g'il bola ko'chadagi problemani uyga olib kirmaydi. O'lganni kunidan bo'lsa ham qo'pol qilayotganda, uyingizga kelib eshigingizni ushadingizmi? Uyingizga kiryapsizmi? Problemingizni tashlang ko'chaga. Tabassum bilan kiring. Otangiz, onangiz sizda g'am bilan ko'rmasin. O'zi yetadi ular bizni shunchalik katta qilguncha yegan g'ami yetadi. Endi bugun bizdan xursandchilik ko'rsin. Bizga jonini berdi, qonini berdi, pulini berdi, asabini berdi. Hamma yo'qni bizga berdi ota-ona. Bugun biz shuni bera olyapmizmi? Asabimizni, qonimizni, jonimizni, pulimizni bugun ota-onaga bera olyapmizmi? Berolmayapmiz, ochig'ini aytgan. Agar berayotganlar bo'lsa, qanday zo'ring malades. Siz zo'r yo'ldasiz. Bir sahoba kelib aytdi-ku, onam bitta joydalar, hojat-yu, taomlari hamma yo'qlari bir joyda. Ko'taraman, jildiraman, qarayman. Haqlarni ado qildimmi dedi Rasulullohdan so'radi bir sahoba. Payg'ambarimiz nima dedilar? Onangni bitta kechada turib uyqudan qolib seni ko'tarib yig'laganmiz-a, mana farzandi borlar, jiyani borlar ko'ringda. Kechpar bir demaydi, ikki demaydi, uch demaydi jiji. Yig'iz keldimi yig'laveradi. Bitta kechada turib seni yupatib qaraganini haqqini ham ado qila olmaysan sen, mashishing bilan. Lekin yaxshi ish qilyapsan, davom etaver deganlar. Bugun xuddiki hali ba'zi bir bolalarni eshitib qo'yapsan, qilib qo'ydik ya, ota-onaga umrbod uzalmaysiz qarzingizni og'irmaydi. Umrbod. Yog'dirib yuboring hamma narsani, uzilmaydi qarz. Hatto Alloh o'zini roziligini ota-onaning roziligiga bog'lab qo'ydi. Ota-onaga bo'lgan munosabat bolamizdan qaytadi. Zo'r munosabatda bo'ling, bolangizdan zo'rroq qaytadi. Yomon munosabatda bo'ling, yomonroq qaytadi.